Energiya to'g'risida ajoyib ma'lumot beraman sizlarga. Biz energiyani o'zi qayerdan olamizda? Har bir fikringiz, har bir o'y-hayolingiz bu energiya. Sizni har bir harakatingiz, faoliyatingiz bu energiyada. Bu energiya har doim sizdan taralib turadi va xuddi o'ziga o'xshagan energiyani o'ziga jalb qilib, sizni hayotdagi jarayonlaringizni nazorat qilish uchun xizmat qiladi. Endi qarang. Siz постоянно negativ narsalarni o'ylayotganingizda, sizda energetika minus energetika ko'payadi. Pozitiv narsalarni o'ylaganingizda plus energiyalar ko'payadi. Endi buni nazorat qilish uchun siz negativ holatdasiz, kayfiyatingiz chataq, hayotingizda bir sizga yoqmaydigan vaziyat bo'ldi. Mana shu vaziyatda ham maksimal o'zingizni sun'iy tarzda yaxshi qo'shiq eshitib yoki yaxshi ko'rgan insoningiz bilan pozitiv kayfiyatda gaplashibda yoki affirmatsiyalar takrorlashingiz orqali siz o'zingizdagi energiyani balansini ko'tarib olishingiz mumkin va shu orqali sizga minus energiya olib kelgan o'lchamdan yuqoriroq o'lchamga o'tib olganingizda sizga u past vibratsiyali energiya ta'sir qilmay qo'yadi. Sizni asablaringizga, sizni nervniy sistemangizga u avvalgichalik ta'sir qilmay qo'yadi. Qachon u sizga juda qattiq ta'sir qiladi, qachonki siz mana shu energiyaga kirib o'tirib joylashib olganingizda, muhokama qilganingizda, обсуждать qilganingizda u sizga og'ir tarzda ta'sir qilishni boshlaydi. Keyingi vaziyatlaringizni ham shunday ketishiga sababchi bo'ladi.